Shunaqa chiroyli aksessuar yasashni o'rganishni xohlaysizmi? Videoni oxirigacha ko'rib, o'zingizga saqlab qo'ying. Bizga shunaqa osnovalar, zanjir, bezakchalari, kalso kerak bo'ladi. Bizga bu osnovamizdan 20 bitta kerak bo'ladi. 10 bittasini chetiga olib qo'yib, 10 tasini, 3 tasini kesib tashlaymiz. Ular ortiqcha bo'ladi. Bu osnovani qayerdan olish kerak? Qayerda arzon sotadi? Onlayn darsligimizda o'rganishingiz mumkin. Shunaqa kesib tashlaganimizdan keyin bu yerdagi olib qo'ygan 10 bittamizga orasiga qo'yib, kalso bilan sekin ulab chiqamiz. Kalsoni razmerlari qayerdan olishligimizni ham onlayn darsligimizda o'rganishingiz mumkin. Mana bitta sinmagani, bitta sindirganimizni qo'yib chiqib ulab olamiz. Juda ham neobichniy aksessuar chiqadi. Shuni sotib ham biznes qilsangiz bo'ladi. Shunaqa zanjirimizdan 4 qarich kesib olamiz, yana alohida 2 qarich kesib olamiz va ularni shunaqa kalta uzun qilib olib ikkita tomoniga yopishtiramiz. 2 tanga ham kerak bo'ladi. Bularni hammasini onlayn darsligimizda noldan o'rgatamiz. Orasini shunaqa bitta tashlab yasab olamiz. Qarabsizki, hozir trendiga aksessuar tayyor. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.